Ispaniyaning mashhur AS nashri xabar berishicha, Real Madridni bu yozda mana shu o'yinchilar tark etishlari mumkin. Gareth Bale bunga bir necha sabablar bor. Shu jumladan uning Zidane bilan aloqalarining yomonlashgani uning yozda Real Madriddan ketishini aniq qilib qo'ydi. James Rodriguez u Madridda qolishni istayotgan edi, lekin Zidane bilan aloqalari yomonligi uni tez orada Atletico klubiga o'tishga majbur qiladi. Jovic undan ko'p gollarni kutishgandi. Klubning va Zidanening hozir toqati toq bo'lgan. Unga Yevropaning bir necha klublaridan takliflar bor. Isco bir necha yillardan beri Real Madridni tark etish kutilayotgan edi, lekin aynan mana shu yil hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Ko'rinishidan u Juventusga o'tishga yaqin. Juventusning yangi murabbiyi Pirlo uni juda ham yaxshi ko'radi. Mariano bu mavsumda u Zidanega eng kam kerak bo'lgan futbolchi bo'ldi. Brahim maydonda daqiqalarsiz qolib ketgan o'yinchi, uni tez orada ijaraga berishlari mumkin. Lucas Vazquez bu mavsumda o'zi xohlagan 12-o'yinchi bo'la olmadi. Endi boshqa joylarda o'z omadini qidirishi tayin. Nacho o'tgan yozda Romaga o'tishga juda ham yaqin edi, lekin bu amalga oshmadi. Aynan mana shu yoz hammasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Marcelo Real Madrid afsonasiga aylangan o'yinchi boshlang'ich tarkibdagi joyini Mendiga berib qo'ydi. Unga Juventus bir necha yillardan beri qiziqish bildirib kelmoqda.